boyliklar. Qadimiy meros qanday bo'lar ekan-a? Ey otamzod, senga rahmat shu nosqovni ichidan qutqarganing uchun. Endi bitta tilakingni amalga oshiraman. Tilakingni. Bitta tilak faqat. Avval 3 ta tilak bo'lardik. Yo'q, hamma joyda limit bor. Gaz, svet, hattoki tilaklarga ham. Menga bo'lmasa 5 sekund vaqt ber, o'yla olay. Menga spashutga. Shu o'zi bitta tilak edi, nima qilsam ekan? Voy! Hali tilagimni aytmagandim-ku. Vah. Isiz. Hamma omadimni ishlatib qo'ydim. Isiz.